o'ynatadilar. Ot chopchi o'ynatgandan keyin bu orqaga qolib ketadi. Tushunasizmi Iskandar? Keyin otdan tushib tiz cho'kib hazm qiladi. Yunonlarda shunday odat bor ekanki, men taslim degan mazmunda o'sha chap oyog'ini yerga qo'yib, boshini nima qilib yerga ham qilib hazm qilar ekan. Xo'p. Qurush bilan Chingizxonlar otdan tushib yiqildilar. Bu tasvirni ko'rmoq bo'lsang, Darbandimni unutmagin. Demak, Darbanda Chingizxon, Qurushlar bular otdan yiqilgan ekan. Shunday bo'lgan urush paytida. Termiziylar hadisshunos buyuk bobom Saidzoda hojilarni bilmoq bo'lsang, Qasrxonni unutmagin. Amir Temur Ko'rakoni bosqinlarni yengib o'tdi. Adolatni bilmoq bo'lsang, Oqsaroyni unutmagin. Demak, Oqsaroy bor-ku Amir Temurning markazi. Shu yerda birinchi navbatda adolat o'rnatilgan. Amir Temurning bitta gaplari bor-ku, tarix kitobingizda bor. Barcha mashvaratni 10tasini, 9tasini nima bilan haladim? Adolat bilan, faqat bittasini qilich bilan haladim deyapti. Bu degan gap ba'zilarda shunday g'oya borki, demak Amir Temur nima qilgan? Hamma narsani kuch bilan emas, aql bilan, farosat bilan, adolat bilan. Keyin bir qismini ana shu